va biz bu o'yga chiqamiz, odatda sababsiz yutqizdik deb o'ylaymiz. Sababsiz yutqizdik deb o'ylaymiz. Nima deymiz? Omadim kelmadi, raqibga omadi keldi. Endi kim o'zini omadsiz deb hisoblaydi? Bormi shunaqalar? Oramizda o'zini omadsiz deb hisoblaydigan bironta sportchi bormi? Yo'q. Lekin biz yutqizganimizda raqibimiz omadli, biz esa o'zimiz haqimizda aytmaymiz o'sha joyini aytmaymiz. Men omadsizman demaymiz. Lekin raqibni omadli deyishimiz bo'ldi, u avtomatik o'zimizni omadsiz deyishimizga olib borib qo'yadi. Hurmatli sportchilar, sizlarga bitta ishonmasliginglar kerak bo'lgan narsani aytaman. Men shu narsaga umuman ishonmayman. Omad degan narsaga. Omad yo'q narsa. Omadni omadsizlar o'ylab topgan va ular mag'lubiyatini, xatosini omad bilan bog'laydi-da, shundoq mas'uliyatni, majburiyatni omadga kiydirib qo'yadi. Va oqibatda o'ziga kamroq mehnat qilishga ruxsat beradi. Oqibatda sachkavat qilishga ruxsat beradi. Odatda qanaqadir aytaylik, diyetaga amal qilmaslikka ruxsat beradi. Odatda trenirovkani o'tkazib olishga ruxsat beradi. Odatda 100 ta qilinish kerak bo'lgan narsani 50 ta qilishga ruxsat beradi va o'ziga omadsizlarga xos bo'lgan fikrlarni yuritishga ruxsat beradi. Omadsizlarga xos bo'lgan odatlarni berilib ketishga ruxsat beradi. Shuning uchun hech qachon omadga ishonmang. Omadga tayanmang, omad haqida o'ylamang. Mana shu narsa sizning psixologik tayyorgarligingizni buzib boshlaydigan eng asosiy faktor.